Ил Татар Biz Manji Record studiyasında Ozanda Rap mixtape yozamiz. Mana birinchi yer Allen Iverson. Mixtape'ning ismi Qora kvartal bo'la. U shiga bu yilni 2014-yilni onun tracklistida bo'la 7 yer plus intro. Mana bu yer Allen Iverson ham tag'in yerlar bo'la shunday men primer, mening biografiya, Osqa qorama ham boshqa yerlar kutamiz bu yilni Qora kvartal mixtape rap stilida. Bu turmushda kim bo'lar haqlisin. Let's go. 7-iyun 75-yilni 15 yoshli qizning tuva bolasi bu Allen Iverson. Onu butun dunyo bilir. U vaqtda ali bir kim davlab qaramagandir. U bilir nishu g'ulatsiz yasharga tug'andan birli onun indashganin ko'targa. Nishu qora kvartal bermay tinishqina yo'qlarga. Ham sen bilmaysan narsa seni kutar ertaga. O'xsha yo'qsa-da olar qolalar uramda. Allen Iverson oshar uchun o'ynay oqshaga. Bu og'irlik kuchliroq yasi ona tog'inda. Ham onli barisi onam mana tura. Nashar o'quda bir shig'ish qina. U maktabda basketbolda number 1 bo'la. Yangi turmush osha soli ona NBA. Hello number 3 Philadelphia. Sen o'zing sayla yuragingni gena tinla ham olg'a. Sen o'zing sayla bu turmushda kim bo'larga tilaysan. Sen o'zing sayla yuragingni gena tinla ham olg'a. Sen o'zing sayla bu turmushda kim bo'larga tilaysan. Onun so'zlari har o'yinga men shig'am so'nggi o'yinga shekilli berem bütün kuchlarimni bu o'yinga. Kim bilir narsa ertaga bo'la. 3-son onun orqasida bu Michael'lar tezdan endi butun dunyoda. Men ko'rdim ol o'yinni Michael Jordanni. U ko'tina o'tirdi, u bit answer endi birinchi